Assalamu alaikum. Hammalarning ئەتىگەنلىكى xayrlik bo'lsin, mush vaqt xayrlik bo'lsin, narjay vaqt xayrlik bo'lsin. Mansaq bir ay bo'pti. Naq maydon tarqatishga qilmag'ili. Bugundan boshlab fursat bo'lsa qilmoqchi. Bugun yana har vaqtdek burunqidek kitob o'qiyman va xat yozaman. Yeri de güzel. Ana qo'sa tefsir cevherlerini o'qishdan boshlaylik. Bugün 20 bet kitap okuyumuz tefsir cevherlerden. Kem kalgan çaylarını tuluklayımız. Yes, okay. Okay. 161. bet. Üçüncü ayet. Ular atısının yine qaytib barganda, "Ey atımız, bizge qayta açlık berilmeydigan boldy. Ukimiz Bunyaminni biz bilen billa avatgin. Şundaq qilsang, açlık alalaydı ekanmiz. Onu biz çoqum obdan muhafizat qilamiz" dedi. "64. ayet. Yaqub ularga aytdi: "O to'g'risida men ilgari sizlarga faqat uning qarindishi Yusufning ishida ishongandek ishonamdiman. Men uni faqat Allohga omonat qilaman. Alloh eng yaxshi saqlag'uchidir. O shafqat qilg'uvchilarning eng shafqatlikidir." 65. ayet. Ular yüklerini açqanda açlıq setib olgan pul mollarining o'zlariga qaytarib berilganligini ko'rdi. Ular: "Ey atimiz, biz bundan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu pul mollarimiz bizga qaytarib berilibdi. Ukimizni ilib barsak, ailemizga açlıq ilib kelalaymiz. Biz ukimizni obdan muhofizat qilamiz. Bir töge açlıqni ortiq alalaymiz. Bu padişahga nisbatan ozgina açlıqdir" dedi. 66. ayet. Yaqub aytdi: "Sizlar qo'rishibli qalmasanglar, ya'ni charsiz alg'a tushibli qalmasanglar, uni Bunyaminni cho'qim menga qaytarib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib, chin va'da bermoqcha, uni sizlar bilan billa avatmayman." Ular uning qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi.
Təfsiri. Yusuf alayhissalom zindondan chiqarilgandan keyin padişahning farmoni bilan Misrning moliya ishlariga mas'ul bo'ldi. Chunki u iqtisod ishlarini boshqarishni va ziroatlardan qanday qilganda yaxshi mo'l hosil olg'il bo'lganligini obdan biladigan tajribali zot edi. O'z vaqtida Misrda yuz bergan umumyuzli qurg'oqchilik sababli har joyda ocharchilik omlashgan bo'lib, ocharchilik Misrdan boshlab Falastin va boshqa qo'shni davlatlargacha yetib borgan edi. Yusuf alayhissalom qo'shni davlatlarning hammasiga ochliq beradi. Ochliqni sotmaydi, balki ularga xolisona yordam qilib bekorga beradi. Yaqub alayhissalom Misrning barakatlarini olgandan keyin o'g'illarini Misrdan ochliq setib, elib kelishga ko'p miqdorda pul mol bilan avatdi. Chunki ular ocharchilikning dardini ko'p tortgan edi. Ammo Yusuf alayhissalom har bir odamga faqat bir to'ga ko'taralgudekla ochliq beradi. Bu Yusuf alayhissalomning ochliqni tejash va boshqalarga yetkazish uchun qo'llangan tadbiri edi. Shunday qilib Yusuf alayhissalomning 10 qarindoshi uning huzuriga kirdi. Yusuf alayhissalom ularni tonigan bo'lsa-mu, ular Yusuf alayhissalomni toniy olmagan edi. Ular uni qandoqmi toniy olsin? Halbuki o'z vaqtida ular quduqqa tashlab etgan va ularning ko'zida xor ko'rilgan. Keyin qul bozorida setib etilgan kichik Yusuf amdilikda Misr xalqining hurmatli odamiga aylanib, davlatning iqtisod ishlarini boshqargan amaldor bo'lib qolgan edi. Yusuf alayhissalom qarindoshlarga ochliq berdi. Ularning har biriga bir to'gadan ochliq bergan bo'lsa-mu, ular yurtida qolgan otasi bilan inisi uchunmi ochliq berishni talab qilganda, Yusuf alayhissalom kelar qatam Misrga kelganda, o'yli qolgan kichik inisini birga elib kelishini shart qilib, ularga yana 2 to'galik ochliq berdi. Va o'zining ularga so'rganlarning hammasini to'liq berganligini, va'daga vafo qiladigan, mehmonni hurmatlaydigan bir kishi ekanligini tushuntirish bilan birga, kelar qatam yana ochliq so'rab kelganda, otasining yanida qolgan dada bir inisi Bunyaminni birga elib kelmaydigan bo'lsa, ularga ochliq bermaydiganligini aniq jakarladi. Yaqub alayhissalomning o'g'illari Yusuf alayhissalomga o'zlarining kichik inisi Bunyaminni otasidan so'rab, cho'qim birga elib kelishga tiyishirganligini bildirib, chin va'da berishdi. O'g'illar otasining yana qaytib kelgandan keyin ahvolni otasiga bayni bayon qilib, Misrdagi moliya ishlari amaldorining ulardan inisi Bunyaminni birga elib kelishini ochliq qilish uchun shart qilganligini aytdi. Yusuf alayhissalom uchun yig'lab ko'zlari ko'rmas bo'lib tas qolgan Yaqub alayhissalom ularning bu so'zini anglab, tixmi biyaron bo'lib ketdi va ularga "Men sizlarga qanday ishinaman? Eninglar Yusufni qanday qilganinglarni bilib turib, yana bu o'g'lim Bunyaminni sizlarga qo'shib qo'yamdiman? Burun sizlar Yusufni biz cho'qim qo'g'daymiz degantinglar. Hozirmi bu so'zning o'zini Bunyamin uchun da'vatsizlar. Men sizlarga qanday ishinaman?" deydi. O'g'illar Misrdan elib kelgan ochliqning og'zini ochganda, ularning ochliq uchun to'lagan pulning o'zlariga qaytarib o'tilganligini ko'rib, otasiga "Bizga mushundaq katta yaxshilik qilgan bir odamning bizdan so'rganlarini o'rinmasak bo'lamdi? Ey ata, bu uning bizga qilgan zo'r mehmondo'stligi va izzat ikromi emasmi? Biz inimiz Bunyaminni Misrga birga elib borsak, cho'qim uni jinimizdami bek qo'g'daymiz. Uningga yaxshi qaraymiz. Chunki shunday qilmasak Misrdan ochliq elib kelolmaymiz emasmi? Balki bu qitimqi ochliqni pul to'lamasdan bekorga elib kelishimiz mumkin" deydi. Yaqub alayhissalom o'g'illarining ilgari Yusuf alayhissalomga qilganlarini esladi va Bunyaminni shunday qilarmi degan andish bilan o'g'illarga "Men Bunyaminni sizlarga qo'shib qo'ymayman. U mening ko'z qarchug'imdir. Agar sizlar Bunyaminni salomat qaytarib kelishga Allohni guvoh qilib turib, qasam qilib bersanglar, shu vaqtda uni sizlarga qo'shib qo'yman" deydi. O'g'illarning hammasi Bunyaminni salomat qaytarib keldiganligiga Allohning nomi bilan qasam ichgandan keyin Yaqub alayhissalom bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir. U eng yaxshi saqlovchi va himoyachidir. Men ishimni Allohga topshirdim, chunki u bandalarning ishlarini ko'rib turg'uchidir deydi. Shuna qilib Yaqub alayhissalom o'g'illarga yana ishinib, yaxshi o'ylar bilan o'g'li Bunyaminni ularga qo'shib qo'ydi. Chunki hammasining ochliqi bo'lgan zo'r ehtiyoji tufayli bolalarning bir-biriga hasad qilishiga, dushmanlik xiyolida bo'lishiga fursatim yo'q edi. Buni Yaqub alayhissalom albatta his qiladi. Muhim nuqtalari. 1. Padişahning tush ko'rishi, Yusuf alayhissalomning bu tushga ta'bir berishi qatorliq bir yurish hadislar Alloh taolaning Yusuf alayhissalomni Misrning ishlariga mas'ul qilish yo'lida elib borgan ba'zi tadbirlar edi. 2. Yusuf alayhissalomning o'z inisi Bunyaminni chaqirib Misrga elib kelishi, uning barcha oilasini elib kelishining muqaddimasi edi.
Üçüncü, Yusuf Aleyhisselam'ın öz enisi Bunyaminni yenik keltirish maqsadini amalga oshirish yo'lida qarindoshlarning yuklarining orasiga o'zlari ilib kelgan pulni silib qo'yganligi, qarindoshlari qanchalik xatolashgan va nafsining orqasiga kirib ketgan birlari bo'lsa-mu, harom yemaydiganligiga ishonganligidan derak beradi. To'rtinchi, Yaqub Aleyhisselam'ның Allah Taala bo'lgan ishonchisining komilligi va uning tavakkul qilishdagi qat'iyligi bu oyatlarda namoyon bo'lmoqda. Beshinchi, Özünün ən yaxın ailə əzalarından bolsa-mu, mühim işlər üçün əhd peyman yoki qasamyat elish caizdir. Yaqub alayhissalomning bolalar qilgan vasiyati. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin ve dkhulu min abwabin mutafarriqa. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tercümesi 67. ayet. O yana ey oğullarım, şehirge hemminglar bir darvazdan kirmey, başka darvazlardan kiringlar. Amma men sizlardan Allah'tan keladigan hech narsani to'sib qala olmayman. Hukm faqat Alloh xosdir. Men Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin dedi. 68. oyat. Ular otasining buyrug'i bo'yicha shaharga boshqa darvozalardan kirganda, bu tadbir Yaqubning ko'nglidagi tilakni o'rindashdan boshqa Allohdan kelgan hech narsani ulardan to'sib qala olmadi. Shaksizki, Yaqub bizning o'rganishimiz soyasida albatta bir bilim egasi edi. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Tefsiri. Yaqub alayhissalom o'g'li Bunyaminning aqllari bilan birlikda Misr azizi deb tanilgan qarindoshi Yusuf alayhissalomning huzuriga berishiga qo'shiladi. Lekin ko'nglining bir yerida biror cho'ng voqeaning bo'lganligini sezadi. Chunki u bir payg'ambar edi. Payg'ambarlar qalbi o'yg'oq, ruhi suzuk, aql farosatli zotlar bo'lganlikdan ular kelajakka munosabatlik ba'zi ishlarni to'g'ri taxmin qila oladi. Shunga u bolalarga nasihat qilib mundaq degan: "Ey o'g'illarim, shaharga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Bu kishilarning sizlarga hasad qilishidan va ularning yomon ko'zdan saqlanishinglar uchundir. Chunki ko'z tegirganligi haqdir." Hasad bilan yomon ko'z inson nafsining oyatlaridan bo'lib, ofatlardan bo'lib, ikkilisi dinimizda qat'iy cheklangan ishlardir. Chunki bu ikkisining shaxslarga va jamiyatga keltiradigan ziyni intayin ko'pdir. Hasad birov ega bo'lgan ne'matlarning yo'q bo'lib ketishini tilash, yomon ko'z birovga yoki u erishgan ne'matga qizg'anish nazari bilan qarash deganlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Al-aynu haq", ya'ni ko'zning tegirganligi rostdir. Al-aynu tudahilur rajulal qabr val jamalal qidr, ya'ni ko'z odamning qabriga, to'gini qozonga kirgizalaydi. Ya'ni yomon ko'z odamni va hayvonni o'ldiradi. Payg'ambar alayhissalom navrilari Hasan va Husayn uchun mundaq duo qiladi: "U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma va min kulli aynil lamma." Ya'ni men sizlar uchun har qanday shaytonning, ziyonli hasharotlarning va har qanday yomon ko'zning yomonligidan Allohning ulug' kalimalariga sig'inib panoh tilayman. Payg'ambar alayhissalom mundaq deb ko'rsatgan: "İza ra'a ahadakum min ahihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuh falyubarrikhu fa innal ayna haq." Ya'ni sizlar o'zinglarda yoki pul mininglarda va yoki yaqinlaringlarning birarsida xushallanarlik bir narsani ko'rsanglar, mashalloh deb uni muboraklanglar. Chunki ko'zning tegirganligi rostdir.
Peygamber aleyhisselamga Falaq surasida hasadxorning hasad qilgan chog'dagi yomonligidan Subhining Robbi bo'lgan Allohga sig'inib panoh tilayman degan deb ta'lim berilgan. Ey o'g'illarim, mening nasiyatlarimni ching tutinglar. Men sizlarga Alloh taolaning oldida hech ish qilib bera olmayman. Alloh taolaning taqdirida sizlar uchun yozilganlarni to'sib qola olmayman. Alloh taolaning belgilamasi cho'qim amalga oshirganligiga bo'lgan iymoninglarni kuchaytirish bilan birlikda qo'linglardan kelishicha sabab qilinglar. İlgiri ve keyin hamma ish Alloh taolaning ilkididir. Shunga sizlar Alloh taolaga tavakkul qilinglar. Yaqub alayhissalomning o'g'illari Misr shahriga otis ko'rsatgan bo'yicha boshqa darvozalardan kirdi. Ammo ularning bunday shaklda kirganligi Yaqub alayhissalomning ko'nglidagi orzusini o'rnashdan boshqa Alloh taolaning ular uchun taqdir qilgan ishlardan hech narsani o'zgartira olmadi. Aslida Yaqub alayhissalom 10 o'g'il bir darvozadan biroqli kirsa, ularga ko'z tegishidan, boshqalarning hasad qilishidan azdirganlikdan, shunga uni beyarim qilayotgan bu ishni o'g'illarga aytib, ularga shunday tavsiya qilgan edi. Chunki Yaqub alayhissalom ishlarning oqibatini taxmin qila oladigan ilm, hikmatga va aql farosatga ega kishi edi. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Muhim nuqtalari. Birinchi, hasadxo'r odamlarning hasad qilishidan va yomon ko'zlarning tegishidan saqlanish uchun dinimizda ko'rsatilgan bo'yicha chora tadbirlarni qilish joizdir. Ikkinchi, har qanday bir ishda qo'ldan kelishicha sabab qilish bilan birga Alloh taologa chin ishonch bilan tavakkul qilish talab qilindi. Uchinchi, alim bilan nodonning o'tirisiga farq yer bilan osmondek, kecha bilan kunduzdek cho'ngdir. Ilm ahlining darajasi va martabasi bilimsiz kishilardan har zaman yuqori bo'lib kelgan. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Yani biladiganlar bilan bilmaydiganlar baravar bo'lamdi. Har qanday bir jamiyatda bilmaydiganlar bildiganlardan albatta ko'pdir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ترفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Tercümesi 69. ayet. Ular Yusuf'ның aldыға кіргенде, Yusuf ukisini quchoqladi va "Men haqiqatan sening akang bo'laman. Ularning bizga qilganlaridan qayg'urmag'in" dedi. 70. ayet. Yusuf ularni ehtiyojli oshliq bilan ta'minlagandan keyin bir suv qachısini ukisining yuki ichiga to'ydirmay silib qo'ydi. Andan bir jakarchi chiqib, "Ey karvallar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'ladi. 71. ayet. Yusuf'ning qarindoshlari ularga qarab,
Nimanglarni yo'qotib qo'ydinglar dedi. 72. oyat. Ular padişahning suqachısını yo'qotib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga bir to'yga oshliq mukofot berildi. Men buningga kepil dedi. 73. oyat. Yusufning qarindoshlari. Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. 74. oyat. Ular agar sizlar yolg'onchi chiqib qolsanglar, u chaqda sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi qanday bo'ladi dedi. 75. oyat. Yusufning qarindoshlari uning jazosi o'g'irlangan narsa kimning yukidan tepilsa, ashu kishini qul qilish uning jazosidir. Biz o'g'irlik qilib o'ziga o'zi zulm qilg'ishlarga mushundaq jazo beramiz dedi. 76. oyat. Yusuf ukisining yukini axtarishdan ilgari aqllarning yukini axtarishga boshladi. Andın ukisining yukidan suv qachısini tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Chunki padişahning qonuni bo'yicha u ukisini ilib qala olmaydi. Allah uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimlikning ustida uningdan bilimlik biri bor. Tafsiri. Yaqub alayhissalomning o'g'illari Yusuf alayhissalomning huzuriga uning inisi Bunyaminni ilib kirdi. Yusuf alayhissalom inisi Bunyaminni quchoqlab suyib qarshi oldi va ikkisi ayrim bir hujjatda paranglashib hamma ahvolni inisi uqtirdi va uningga o'zining Yusuf ekanligini bildirdi. Yusuf alayhissalom inisi Bunyaminni yanada ilib qolmoqchi bo'lib, uni ilib qilishning bahonasini izlab yurib, oxir aplik bir chorani topgan edi. Aqllarga ehtiyojli oshliq berib, ularni ta'minlagandan keyin aqllari o'zlarining yuk taqlarini tangib hozirlanayotgan paytda Yusuf alayhissalom bir suqachisini inisi Bunyaminning yukining ichiga hech kimga to'ydirmasdan silib qo'ydi. Karvan o'zlari Misr azizidan talab qilgan oshliqni to'liq ilib yo'lga chiqqanligiga xushal bo'lib, yo'lini davomlashtirib o'tadi. To'satdan bir jakarchi ularning orqasidan qo'g'lab kelib, ularni to'xtatdi. Jakarchi: "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb varqirdi. Bu ovoz ularning quloqlariga shunchalik g'alati anglandiki, go'yo ularga qattiq güldürmam tushgandek tuyuldi. Chunki ular amaliyotda o'g'ri emas edi. Ular hech narsani tiqib olmagan edi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari hayronlikda jakarchiga yuzlanib, "Nimanglarni yo'qotib qo'ydinglar?" deb so'radi. Jakarchi suv qachisining yetib ketganligini, uningda padişahning tamg'isi borligini va uning mushu karvonning to'gilariga yuklangan yukning ichidan chiqishi mumkinligini aytdi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari o'zlarining Misr zaminiga buzg'unchilik qilish yoki o'g'irlik qilish uchun kelmaganligini, o'zlariga oshliq berib yaxshilik qilgan kishining bir narsasini o'g'irlash o'zlarining sha'niga loyiq kelmaydiganligini va o'zlarining biror qatim bo'lsa-mu o'g'irlik qilib boqmaganligini aniq bayon qilishdi. Yusuf alayhissalomning odamlari karvonga, "Sizlar yolg'on so'zlagan bo'lsanglar, suv qachisi sizlarning yukinglardan chiqib qolsa, jazosi sizlarning shariatinglarda qanday bo'ladi?" deb so'raydi. Karvondagilar: "Bizning shariatimizda yetib ketgan narsa kimning yonidan chiqsa, u kishi qulluqqa tutiladi. Suv qachisimi kimning yukidan chiqsa, uni qulluqqa tutib qilish bu o'g'irlikning jazosidir" deyishdi. Chunki Yaqub alayhissalomning shariatida o'g'irlik qilgan odam mol egasiga bir yil qulluqqa tutib beriladi. Shuning bilan Yusuf alayhissalom qarindoshlarining yuklarini axtarishga boshlab, avval aqllarining yuklarini, ondan oxirida ukisi Bunyaminning yukini axtarib, suv qachisini uning yuki ichidan tepib chiqdi. Alloh taolo bu ma'noda deydiki, Bunyaminni Yusufning qishida elib qilish uchun shunday tadbirni tanladik va Yusufga shunday qilishni vahiy qildik. Chunki Misr podshohining qonunida birovni sababsiz elib qilishga bo'lmaydi. Shunga Yusufga hiyla qilishni bildirdik. U shu yo'l bilan inisi Bunyaminni yanada elib qilishdan iborat maqsadni amalga oshirdi. O'g'ri emas birini o'g'irlik qildi deb qarlash bilan amalga oshgan bu plan ko'rinishi xato bo'lgan bo'lsa-mu, Alloh taolo Yusuf alayhissalomga vahiy qilib shunday qilishga buyurganlik uchun Yusuf alayhissalom shunday qilgan va plan shu bo'yicha amalga oshgan. Alloh taolo deydiki, biz xuddi Yusufning martabasini yuqori qilgan va uni maqsadga erishtirgandek, xohlagan bandimizni to'g'ri yo'lga yetaklash va ilm hikmat ato qilish bilan uning martabasini bir qancha daraja yuqori ko'taramiz. Har qanday bir olimning ustida uningdan olimroq biri cho'qim bo'ladi. Ilm darajasi shunday yuqori qarab yuksalib boradi. Alloh taolo hammani nihoyat aniq va to'liq bilguchidir. Ala ya'lamu man xalaqa va huval latiful xabir. Ya'ni yaratgan zot bilmamdi,
O şeylerin en nazik taraflarını bilgücüdür. Hemmedən to'liq xabardardır. Muhim noktaları. Birinci, günahsız adamның özünü aqlash haqqı var. Şundaqla günahsız adamlarını aqlash savablıqdır. İkinci, Peyğəmbərlərin aqidəsi bir bolsunmu, şəriətləri bir xil bolmagan. Oğrunu qul qilish jazosi Yaqub alayhissalomning şəriətiga xos bir hukm edi. Üçüncü, Allah Taala özünün yaxşı bəndlərini hər vaxt himayə qıldı. Allah Taala'nın tədbirləri hər vaxt ən mükəmməl boludu. Dördüncü, Yusuf alayhissalomning ilm hikmet cəhətdəki artıqlığı Allah Taala tərəfindən verilən alayda xüsusiyyətdir. Beşinci, Allah Taala'dan başqa heç kimning ilmi mükəmməl emas. Hər qandaq bir katta alimning üstüdə onundan mukattıları var. Yusuf alayhissalom bilan qarindoshlar o'rtasidagi suhbat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله إن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Tərcümesi 77. ayet. Ular, əgər o oğurluq qılğan bolsa, ilgir onun qeyrinişimi oğurluq qılğan idi deyişdi.
Yusuf bunu içinde sakladı. Ularga çandırmadı. İçide sizlerning ahvolinglar texim yomon. Allah sizlarning nim da'vat qilganlarni obdan biladi dedi. 78. ayet. Ular, "Ey aziz, haqiqatan uning yashinib qolgan bir otasi bor. Uning o'rniga bizning birimizni ilib qolgin. Sheksizki biz seni yaxshilik qilguvchilardan deb qaraymiz" dedi. 79. ayet. Yusuf, biz narsimizni yukidan topgan kishidan boshqasini ilib qilishdan Allah saqlasin. Agar shunday qilsak, u chaqda biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolmaymiz dedi. 80. ayet. Ular uningdan, ya'ni Yusufning ma'qul bo'lishidan tamoman umidsizlangandan keyin chetrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ng aytdi. Atanglarning sizlardan Allohning nomi bilan qasam qildirib, chin va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risida ketkizib qo'yganlarini bilmamsizlar? Atam menga ruxsat qilmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha, bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. 81. ayet. Sizlar atanglarning yeniga qaytib berib aytinglarki, "Ey atamiz, sening o'g'ling, ya'ni Bunyamin rostla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz." 82. ayet. Biz turgan shahar, ya'ni Misrdagilardan va biz bilan bilinmagan karvandan so'rab boqqan. Biz cho'qim rost so'zlayapmiz. 83. ayet. Yaqub aytdi. Undaq emas. Nafsinglar sizlarga bir qabih ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroylicha sabr qilman. Allohning ularning Yusuf, Bunyamin va Rubul qatorliq uch o'g'limning hammasini menga keltirib berishini umid qilaman. Sheksizki, Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. 84. ayet. Yaqub ulardan yuz o'rib, "Ah, Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqirib ketdi. U to'lib toshgan achchiqni ichiga yutgan edi. 85. ayet. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni o'ylaverib o'zingni yo'qotib qo'ygan yoki halok qiladigan bo'lding dedi. 86. ayet. Yaqub aytdi, "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman." 87. ayet. "Ey o'g'illarim, beringlar, Yusufni va uning ukasini izlanglar. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmanglar. Shubhisizki, Allohning rahmatidan faqat kofir qavmlar umidsizlanadi." Tafsiri. Yusuf alayhissalomning odamlari suv qachisini Bunyaminning yukining ichidan tepib oldi. Yüklarni aqtirishdan ilgari Bunyaminning aqllari suv qachisining karvonlarning yuki ichida yo'q ekanligini qattiq ta'kidlab, o'zlarining o'g'ri emasligini keskin aytgan va agar suv qachisi o'zlarining yuklari ichidan chiqib qolsa, u kimnikidan chiqsa jazoni shu kishining tortadiganligiga kelishib olgan edi. Mana endi suv qachisi Bunyaminning yukidan chiqib qoldi. Ular uchun rostla yomon bo'ldi. Bir tarafdan ular o'zlarining o'g'ri emasligini qasam bilan ta'kidlab turib, suv qachisi o'zlarining yukidan chiqib qoldi. Yana bir tarafdan ular otasiga Bunyaminni sog'-salomat qaytarib kelganligi haqida qasam ichib va'da bergan va burun Yusufning beshiga kelganlarning Bunyaminning beshiga hargiz kelmaydiganligini qattiq ta'kidlab, otasini xotirjam qilgan edi. Ular bu gangrashda o'zlarini tutib olmay, Bunyaminga taptani qilishqili turdi. Ular, agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, ilgari uning qarindishimi o'g'irlik qilgan edi dedi. O'g'irlik qilgan edi. Chunki bu ikkisining onasi bir bo'lganlikdan, ikkilisining axloqi bir xil bo'lgan deyishdi. Yusuf alayhissalom rostla o'g'irlik qilganmi? Ko'pchilik ulamolar Yusuf alayhissalomning o'g'irlik qilmaganligini, qarindoshlarining uningga o'g'irlik qilgan deb tuhmat qilishi uning hasad qilganlikdan va o'zlarining qilmishlarini yo'gashga o'ringanlikdan edi deb qaraydi. Yusuf alayhissalom aqlining bu qabih so'zlarini angladi, ammo uni oshkor qilmadi, ichida bildi. Buni ularga chondurmadi, ularga javobmi bermadi, o'zini aqlabmi ketmadi. Ularning bu adabsizligini kechirib etdi. U ko'ngilda, sizlarning ahvolinglar bekmi yomon, chunki o'g'irlikni sizlar qildinglar. Qarindishinglar Yusufni atanglardan o'g'irlab quduqqa tashlagan o'zinglar. Ondan yolg'ondan uni bo'ri yeb ketdi deb bildirladinglar. Alloh taolo sizlarning bu yolg'onchiliginglarni albatta bilib turadi dedi. Yaqub alayhissalomning o'g'illari ishning chatoqligini va Yusuf alayhissalomga yalvorib, uningdan Bunyaminni telib olishdan boshqa chora yo'qligini bildi. Ondan bizning yashinib qolgan otimiz bor edi. Bu qarindishimizni bek yaxshi ko'radi. Ilgari yo'qitib qo'ygan o'g'lining dardi uchun bu inimiz bilan tasalli topdi. Shu yashinib qolgan otimizga rahim shafqat qilib bizdan birarimizni Bunyaminning o'rniga ilib qolsingizkan, chunki otimiz Bunyamindan ayrilib qolishga qat'iy chiday olmaydi. Biz sizni yaxshi odam, yaxshilik qilishdan chekinmaydi deb bilyapmiz.
Şu adetiniz bo'yicha bizga bir yaxshilik qilgan bo'lsangizkan degan ma'noda Yusuf alayhissalomga yolvurdi. Yusuf alayhissalom ularning talabini rad qilib, uning undaq qilishdan Alloh saqlasin. Sizlarning dininglarning qonun tuzumlariga va bu yerdagi podshohning qonuniga xiloflik qilishdan Alloh saqlasin. Chunki har ikki qonunda birining gunohi boshqa birisiga yuklanmaydi. Shunga biz suqatchini kimning yukidan topgan bo'lsak, shu kishini ilib qolamiz. Agar biz Bunyaminning o'rniga boshqa biringlarni ilib qolmoqchi bo'lsak, u chaqda biz kishilarga uvol qiladigan zolimlardan bo'lib qolamiz. Yusuf alayhissalomning yuqorqi so'zida kim o'g'irlagan bo'lsa demasdan, kimning yukidan chiqsa deyish orqali Bunyaminning yoki uning akalarining o'g'ri emasligiga ishorat qilgan. Yusuf alayhissalomning akalari uning keskin javobini anglagandan keyin bir chetga o'tib turib, o'z orasida maxfiy holda maslahatlashdi. Ularning cho'ng so'zlashga boshladi. Qarindoshlarim, atamiz sizlardan Bunyaminni sog'-salomat qaytarib kelishimiz haqida qasam bilan ahd olgan edi. Sizlar bilasizlar, atamiz Bunyaminni ko'rmasa, zodi chiday olmaydi. Ilgari bizning Yusufga qilganlarimizni bilasizlar. Endi atamiz bizga hargiz ishonmaydi. Ey qarindoshlarim, endi nima qilamiz? Men Bunyaminni olmay Misr zaminidan hargiz ayrilmayman. Allah menga yo'l ko'rsatganga qadar Misrda turman. Sizlar atamizga ahvolni bayon qilinglar. Bunyaminning podshohning suqatchisini o'g'irlaganligini, Misr azizining bizni o'zimizning shariatimiz bo'yicha jazolab, o'g'irlik qilgan Bunyaminni Misrda ilib qolganligini, bu o'g'irlik dilosini va uning jazosini o'z ko'zinglar bilan ko'rib guvoh bo'lganlarni aniq aytinglar. Yana danglarki, biz Bunyaminning o'g'irlik qilganligini bilgan bo'lsak, uni hargizmi sizdan so'rab, sizga ahdi mehsoqlarni berib ilib kelmagan bo'lardik. Agar bizning so'zimizga ishonmasangiz, arqamizdan Misr podshohining odamlari qo'lab kelib, yuklarimizni aqtirgan yezining odamlaridan so'rang. Biz bilan birga mang'an karvonlardan so'rang. Chunki bu o'g'irlik delosi butun atroflarga tarqalib ketdi. Bu ahvolni hamma odam bilib bo'ldi. Biz haqiqatan rost so'zlayapmiz. O'g'illar Yaqub alayhissalomning yana qaytib berib, ahvolni maslahatlashgan bo'yicha aytgan bo'lsa-mu, otasi ularning so'ziga qat'iy ishonmaydi. Ularning xuddi ilgari Yusuf alayhissalomga qasd qilgandek, Bunyaminga qasd qilib yo'qitib etgan bo'lishi mumkinligini o'ylab, ularga ishonmaydi. Hammani Alloh taologa topshirib, bir kuni barliq o'g'illarni Alloh taoloning o'ziga qaytarib berishidan umidini uzmaydi va Alloh taoloning bu taqdiriga rozilik bildirdi. Yaqub alayhissalom shundoqdimi qattiq beram bo'ldi. Ko'p hasrat chekidi. Ko'p yig'ilganlikdan ko'zlari oqib ketdi. Oxir ko'zlari ko'rmas bo'lib qoladi. Qo'ldan keskizib qo'yganga yig'lash, urush, hasrat chekish tabiiy ahvol. Alloh taolo rozi bo'lmaydigan kufr so'zni aytib salmaslar, hasrat chekib qayg'urishning hech vaqasi yo'q. Payg'ambar alayhissalom o'g'li Ibrohim vafot bo'lganda qattiq qayg'urgan va mundoq degan: Innal ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda robbuna va inna bi firaqika ya Ibrohim lamahzunun. Ya'ni sheksizki ko'zlar yosh to'kidi. Ko'ngil hasrat chekidi. Ammo biz Rabbimiz rozi bo'lgan so'zni aytamiz. Ey Ibrohim, biz sendan ayrilganligimiz uchun qattiq qayg'uryapmiz. Yaqub alayhissalomning o'g'illari otasining Yusuf alayhissalomning firog'iga chiday olmay, qattiq hasratlanib o'xtatayotganligini ko'rib, "Ey ota, biz Yusufni o'ylayverib o'zingizni yo'qotib qo'ydigan bo'ldingiz. Bo'ldi qiling. Endi Yusufning vaqasi ko'nrab qoldi. Bunda qilaversangiz o'zingizni halok qilib etasiz" deydi. Yaqub alayhissalom qattiq hasrat ichida mundoq dedi: "Men bu qayg'u hasratimni va bu dardlarimni Rabbim Allohga aytaman. Hech kimga malomat qilmayman va hech kimga yolvormayman. Faqat Allohga iltijo qilaman. Uninga munojat qilaman. Men Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan ishlarni bilaman. Yusuf bilan Bunyaminning hayot ekanligini bilaman. Alloh Yusufni tanlab chiqib, uningga va Yaqub oilasiga ne'matini tamomladi. Sizlar boshqacha o'ylashingiz mumkin, ammo Yusufning ilgari ko'rgan tushi haq edi. Oldimizgi kunlar sizlarga mening deganlarimning rostligini cho'qim ko'rsatdi. Shu vaqtda sizlar mening so'zlarimga to'liq qoyil bo'lasizlar. Ey o'g'illarim, sizlar Misrga beringlar. Yusufning va Bunyaminning ahvolini o'rganinglar. Ularni izlanglar. Allohning rahmatidan va fazl marhamatidan umidsiz bo'lmanglar. Chunki hayot bor yerda umidsizlik bo'lmaydi. Umidsizlik bor yerda hayotmi bo'lmaydi. Kafir qavmdan boshqasi Allohning rahmatidan umidsizlanmaydi. Mo'min odam hargiz umidsiz bo'lmaydi. Umidvor odamlarni og'ir musibatlar yiqitolmaydi. Qiyinchiliklar ularning irodasidan voz kechgizolmaydi. Ular Allohning taqdiriga rozi bo'lgan holda har qanday ishga sabr qilg'uvchilardir va Allohning ularni qo'llaydiganligiga chin ishonguvchilardir. Innalloha yudafi'u anillazina amanu
Ya'ni Allah haqiqiy müminlarni çoxum qoğdaydı. Көзінің әсіреттен көп yığılıb ақырғанлығы hozirgi zamon meditsina ilmi isbotlagan ilmiy haqiqat bo'lib, bu orqali ko'z ko'rish quvvatini asta-asta yo'qotib qo'ydi ekan. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari otasining nasihatlarini angladi va Misrga keldi. Ular Misrga kelgan kundan boshlabla harmasdan, zerikmasdan va umidsizlanmasdan Yusuf bilan Bunyamindan iborat ikki enisini izlashga kirishdi. Muhim nuqtalari. Birinchi, xatolashgan odam bunda xatolikni qayta sodir qilmaslikqa bel bog'lishi, birovni savallik bilan ranjitib qo'ygan yoki uningga ziyon yetkazib qo'ygan odam uningdan o'zini tilash orqali xatolikni yuyishi lozim. Ikkinchi, gunohkorning o'rniga boshqa birini jazolash yoki birovga boshqasining gunohini tengish qat'iy cheklandi. Uchinchi, ishlarda kengashish islom dinining chaqiriqi bo'lib, har ishni o'zaro kengashish bilan qilganlar ko'plagan xatoliklardan omon qoldi. To'rtinchi, berilgan va'dalarni va qilingan ahd paymonlarni esga silish yaxshi ishdir. Beshinchi, o'zining haqqini talab qilishdan xijil bo'lish yaxshi ish emas. Oltinchi, boshqalarga nasihat qilish va ularga yaxshi ishlarda yordamchi bo'lish go'zal axloqdir. Yettinchi, ilgari jinoyat sodir qilgan odamni ikkinchi qitim sodir qilmaydi deb kesib aytqil bo'lmaydi. Sakkizinchi, o'zining charsizligi va muhtojligi haqida Alloh taologa dard etish joizdir. To'qqizinchi, qattiq qayg'urish odamni halok bo'lish darajasiga ilib boradi. 10. Bandaning qo'lidan kelmaydigan ishlarda Alloh taolodan boshqasiga yilinib yalvurish haromdir. Ammo insonlarning qo'lidan kelgan ishlarda ulardan yordam so'rashga bo'ladi. 11. Ümidsizlik ma'naviy jihatdan tugishning muqaddimasidir. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining uni tonishi. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Tercümesi 88. ayet. Yusuf'un qarindoshlari Misrga qaytib kelib, onun huzuriga kirib dediki: "Ey aziz, bizga va ailemizga ocharchilik yetdi. Oldinga arzimas mollar bilan kelib qoldik. Sen bizga burun bergandek ochliqni to'liq bergin. Bizga yaxshilik qilgin, chunki Alloh yaxshilik qiluvchilarning mukofotini beradi." 89. ayet. Yusuf: "Sizlar nodon vaqtinglarda Yusufga va uning ukasiga nimalarni qilganliklarini bilamsizlar?" dedi. 90. ayet. Ular: "Sen rostli Yusufmi?" dedi. O: "Ha, men Yusuf. Bu mening inim. Allah haqiqatan bizga marhamat qildi. Chunki kimki taqvolik qiladigan va sabr qiladigan, sheksizki Alloh yaxshi qiluvchilarning mukofotini bekor qilib etmaydi" dedi. 91. ayet. Ular Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik deyishdi. 92. ayet. Yusuf aytdi: "Bugun sizlar ayblashga uchramaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. O shafqat qiluvchilarning eng shafqatlikidir." 93. ayet. Sizlar mening bu ko'nglimni ilib berib, otamning yuziga yipinglar. Ko'zi ichildi. Bütün oilanglardagilarni ilib, mening yonimga kelinglar. Tafsiri.
Yusuf alayhissalomning qarindoshlari otasining ko'rsatmasi bo'yicha Misrga yetib bordi. Ular Yusuf alayhissalomning uyina kirganda, uning o'zlarining qahatchilik sababli qiyin ahvolda qolganligini bayon qilib beqish qaroriga kelishdi. Agar Yusuf alayhissalomning qalbi ularga yumshab iltifot ko'rsatsa, ondan talablarini o'tirib qo'ymoqchi edi. Ularning otasi Yaqub alayhissalom ularga ochliq bergan Misr amaldorining Yusuf alayhissalomning o'zi ekanligini ko'nglida jazm qilgan bo'lsa-mu, buni o'g'illariga aytmagan edi. Shunga ular buni bilmaydi. Ular Yusuf alayhissalomga datlanib, oilasining qurg'oqchilik yuzidan ocharchilik tortib, ko'p qiyinchiliklarga uchraganligini, shunga charsizlikdan otasi ularni Misrga ochliq olib kelishga avatganligini aytadi. Ular garchi o'zlari bu qatim ko'p pul mol ilib kelmagan bo'lsa-mu, ozni qabul qilib, burun bergandek yetarlik ochliq berishni, o'zlariga yaxshilik qilishini so'rab, uningga iltijo qiladi. Yusuf alayhissalom ularga yuzlanib, sizlar nodon vaqtinglarda Yusufga va uning ukasiga nimalarni qilganliklarini bilamsizlar deyish orqali ularning ilgari Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlab etganligining, inisi Bunyaminga qattiq qulluq qilib ranjitganligining ig'ir qabohat ekanligini eslatadi va ularning bu qilmishlarining nodonlikdan bo'lganligini aytadi. Yusuf alayhissalomning aqllarga aytgan yuqorqi so'zi o'zining Yusuf ekanligini ularga bildirish va xatoliklarni to'nitish uchun edi. Shundan keyin ular Yusuf alayhissalomga savol qilib, "Sen rostli Yusufmi?" deydi. Ular 2 yildan beri bu kishining yordamini olib turib, uni tanımaganligi, ammo Yusuf alayhissalomning ularni boshdan beri tanıydiganligi uchun qattiq hayronlikda gangrab qolgan edi. Yusuf alayhissalom ularning savoliga darhol, "Ha, men Yusuf bo'laman. Mana bu inimiz Bunyamin bo'ladi. Sizlar meni bu inimdan va otamdan ayirib etgan edinglar. Endi Alloh bizni jam qildi. Bizga rahim qildi. Chunki u har ishni to'liq bilib turadigan ulug' zotdir. U hamisha haqiqiy mu'minlarni qo'g'daydi" deb javob berdi. Anan yana mundaq deydi. Alloh taologa haqiqiy ravishda taqvolik qilgan, uningga chin yurakdan ishongan va uning yordamiga tayangan kishi uchun Alloh taolo kifoyadir. Uni har qanday yomonliklardan saqlaydi. Alloh taolo hech kimning qilgan yaxshi amalini bekor qilib etmaydi. Yaqub alayhissalomning o'g'illari o'zlarining ilgirki qilmishlariga qattiq pushaymon qildi. Yusuf alayhissalomga qilgan yomonliklari sababli uningdan qattiq xijil bo'ladi va gunohlarining qanchalik ig'irligini his qilishib, Yusuf alayhissalomning oldida gunohlarini iqror qiladi. Uning Allohning fazl marhamati va zo'r inomiga erishganligini, bilmaganlarini o'rganib, ilm hikmatga to'lganligini, ammo o'zlarining asi gunohkor bandlar ekanligini aytishdi. Yusuf alayhissalom ularga qarab, "Ey qarindoshlarim, men bugun sizlarga qaymayman va sizlarni ayblamayman. Chunki men sizlarni kechirib etdim. Allohdan sizlarga mag'firat tilayman. Allohdan rahim shafqat tilayman. Chunki Alloh shafqat qilguvchilarning eng shafqatlidir" deydi. Ba'zilar bunday savol qilishi mumkin. Yusuf alayhissalom qarindoshlarini to'nib turib, nima uchun 2 yil ularga o'zini oshkor qilmadi? Otasi uni deb shunchalik azoblanayotgan tursa, nimishqa tezroq o'zining hayot ekanligini otasiga aytib, uni xotirjam qilmadi? Buning javobi mundaq. Yusuf alayhissalom boshdan oxir Alloh taoloning o'g'irlashtirishi bo'yicha ish ko'radi. Alloh taolo buyurganini qiladi, buyurmaganini qilmaydi va har bir ishda vahyini kutadi. Uning ilgari o'zini oshkor qilishini Alloh taolo ruxsat qilmaganligi uchun shunday qilgan bo'lishi mumkin. Bu to'g'rida har xil tahlillar va qarashlar bor bo'lib, ularni bayon qilib o'ltirishni hajatsiz deb qaradik. Ondan Yusuf alayhissalom qarindoshlariga o'zining bir ko'ngligini tutqizib, uni otasiga elib berib, uning yuziga yepishni va otasining bu ko'nglikni ko'rgandan keyin o'g'lining hayot ekanligini jazmlashtirganligini aytdi. Hatto ko'nglikni otasining yuziga sursa, ko'p yig'lab ko'rmas bo'lib qolgan ko'zning eshilib ketganligini aytdi. Ularning kelar qatam kelganda otasidan boshlab barcha oila a'zolarining hammasini birga elib kelishini toplaydi. Muhim nuqtalari: birinchi, gunoh ma'siyatlarni sodir qiluvchilarning to'lisi asosan Alloh taoloning uning dinini, shariatini, yaxshilar qilgan va'dasini, yomonlik qiluvchilarga beradigan jazosini qattiq ekanligini bilmaganlik yoki to'liq bilishga ahamiyat bermaganlikdan sodir qiladi. Ikkinchi, taqvolik bilan sabrchanlik ikkisi qo'shkizak bo'lib, bular Alloh taoloning dargohidagi martabasi yuqori amallardir. Uchinchi, kishilarning xatoliklarini, hatto yomonliklarni afv qilish to'liq isl axloq bo'lib, uning savobi albatta cho'ng bo'ladi. Ya Allah. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري
وجلاء حزني وذهاب همي. آمين. Ey Allah, Kur'an'ın kalbimnin baharı, gözümün nuru, gam kaygılarımı ketkizgich kılıp bergen. Amin.
When sexuality lacks maturity. The safest sex from the perspective of attachment and vulnerability would occur not as a way of forming a relationship, but in the context of a relationship that is already satisfying and secure. One would want to be as sure as possible that the relationship is exactly where one wants to be. Sex will be the final attachment act, the commencement exercise for exclusively creating closure as a couple. Sex can be only as safe as the individuals are wise. What is needed more than anything is exactly what peer-oriented adolescents lack: maturity. Immature adolescents who are adult-oriented are at least inclined to lean on their parents for their cues concerning sexual interaction. Peer-oriented kids are doubly cursed. They do not have the maturity required for healthy sexual interaction or decision-making, nor are they adult-oriented enough to take advice from those of us who may have already learned some lessons the hard way. Maturation is a prerequisite for sex in a number of ways. The first fruit of maturation is separateness as an individual. A modicum of what is this? Modicum. A modicum of separateness is required to create a healthy union. One needs to know one's own mind enough to extend an invitation to another, or to turn down another's invitation. We need a self-perception
preserving instinct to value autonomy, to experience personal boundaries, to be able to say no. For healthy sexuality, we need the freedom not to become sexually involved, or at least not to feel compelled to make things work at all costs. Not having reached the place where it is more important to be one's own person than to belong to someone or to possess someone, the adolescent is dangerously susceptible. There's probably no more important arena for regard for another's separateness than in the sexual sphere. Consideration of the other person is essential to mature sexual interaction. For the psychologically immature, sex is not an interactive dance. In the premature leap into sexualism, one is bound to be hurt, to be taken advantage of. As we discussed in the last chapter, peer orientation begets both bullies and those susceptible to being bullied. When it comes to sex, bullies once again demand what they do not fairly command. Sex is rich in the symbolism that bullies are eager to collect: status, desirability, winning, scoring, difference, belonging, attractiveness, service, loyalty, and so on. Unfortunately, bullies are too psychologically shut down to realize the futility of demanding what is not fairly given. The fantasies of bullies are not of invitation but domination, not of mutuality but superiority. Both Heather and Nicholas were essentially bullies regarding sex. In this sense of exploiting the weakness of others, known that to meet their own needs. Their partners were hardly taken into consideration. In the case of Heather, her indiscriminate sexual acting out also led her to being bullied herself, to the point of being subjected to date rape. Unfortunately, peer orientation creates an abundance of naive and needy subjects to prey on. It should come as no surprise that aggressive acts like date rape are escalating among teens. Maturation is required for healthy sexual involvement in yet another way. The wisdom required for people to make good decisions requires the two-dimensional integrative processing that only maturity can bestow. We have to be able to manage mixed feelings, thoughts, and impulses. The yearning to belong to another has to coexist with the desire to be one's own person. The maintaining of boundaries must mix with the passion to merge with another. Also required, of course, is the ability to consider both the present and the future. The psychologically immature are incapable of thinking or anything but the pleasure of the moment. To make good decisions, one must be capable of feeling both fear and desire simultaneously.
if we appreciated the powerful feelings sexuality can unleash, we would be appropriately nervous at the outset. Sex should be both revered and feared, evoke both anticipation and apprehension, be a cause for both celebration and caution. Adolescents lack the wisdom, insight, and impulsive control to be satisfied and trusted with such decision on their own. We could, of course, from our adult wisdom, impose structures and limitations on them that would keep their sexual behavior within safe bounds, and we could act as their consultants in decision about sex. But with peer-oriented adolescents, we lack the power and the connection to do so. If our young people were looking to us for counsel, we would undoubtedly inform them that they cannot really divorce decisions about sex from decisions about relationship. We would advise them to wait until they were confident that their relationship is emotionally sound, founded in genuine intimacy beyond the sexual interaction. The catch is that no matter how wise our counsel, the peer-oriented are not looking in our direction. Many parents and educators today euphemize, maybe, euphemism. Refer to something unpleasant or embarrassing by means of euphemism. Euphemism is the sexual activity of adolescents as exploration and experimentation, and see it as inherent to the nature of adolescence. The concept of an experiment suggests an air of discovery and existence of questions. The teens who are most sexually active, however, are not the ones asking the questions. Adolescent sex is not so much a case of sexual experimentation as it is of emotional desperation and attachment hunger. Adults typically attempt to deal with the hypersexuality of peer-oriented adolescents as they do with bullying and aggression by focusing on the interaction between the youngsters. We try to effect change in behavior through admonishments, teaching, rewards, and punishments. In this sphere, too, our efforts have been misdirected. There is little we can do to correct the aberrant sexuality of peer-oriented kids as long as they remain peer-oriented. There is much we can do, however, to address the aberrant, I must look up this word. Aberrant. Aberrant adjective, not conforming to an accepted or usual standard.
aberrant aberrant orientation of kids who are precautiously sexualized, at least when the children are our own. If we are to make a difference in their sexuality, we must first bring them back to the place where they truly belong, with us. Hey, ik ben nog steeds lekker van je. Tutsun öyle. Altı kıtım kimden tefildeyken durma. Ah Xudayım. Günü gün. Bitti. Spiderman'lik yapıyorum. Hayır.大家好，从今天开始，我给你们读如何向导右走道。哎呦，本书
旨在解决人们计划与行动之间的差距，通过分析行为改变的科学原理和其中武器，帮助读者在日常生活中实现持久的改变。作者肖恩杨结合心理学与多学科知识，解释了行为改变的内在机制，并提供了一系列实用的策略和案例，帮助读者在面对拖延、戒烟、工作效率提升等挑战时找到有效的解决方法。书中强调，行为改变不仅仅是意志力的问题，而是需要通过科学的策略和方法，整合个人目标和社会支持，从而实现持久的个人和社会改变。通过阅读本书，读者将学会如何将行为改变的科学原理应用于实际生活，提升个人效能，实现梦想与目标。作者简介：肖恩杨是行为科学领域的新一代权威人士，和传统行为科学研究者不同。杨擅长将心理学、医学、商业和科技领域的成果结合起来，利用新兴的网络技术帮助预测和改变人们的行为。作为加州大学洛杉矶分校医学院教授，杨一手创立了加州大学洛杉矶分校数字行为中心 CDB 及加州大学预测技术研究院 UCIPT， 并将目光投向科技和商业领域。他曾在美国国家航天局 NASA 阿姆斯研究中心任职，还和Facebook 科公司等多家企业长期合作，帮助他们更准确地预测和引导用户行为。痴迷于探索人类行为。从童年时代起，杨就对千变万化的人类行为非常感兴趣。对于如何改变人类行为，提升健康、财富和社会关系，杨有着非常丰富的经验。他9岁就开始炒股。2014年，根据行为心理学设计了一种自动交易算法，年收益超过40%。他曾在听众超过2万人的音乐会上演奏，也做过乐团管理，当过一些知名乐团的推手。在斯坦福大学读博期间，他利用业余时间为美国国家航空航天局的宇航员设计过训练程序。他还在斯坦福商学院教授过 MBA 课程，建立了一个为南亚乡村地区提供健康服务的非营利性组织，帮助了超过15万人。2013年，他尝试过卖保险，不到3个月就成为保险公司的销售冠军。
凡是与人打交道的工作，让总能善的能善得心应手，这同他对人类行为规律的独到理解是分不开的。就是让进入并留在心理学领域的动机，正是在于心理学不仅能让他与很多人建立联系，还能使他真正对这个世界产生影响，留下自己的印记。于是杨最终去到加州大学洛杉矶分校以医学院教授的身份，带领数字行为中心和预测技术研究员，在整合现有技术的同时，也研究如何利用技术和其他行为改变的方法来改变人们的行为。从理解行为到做出改变，杨的研究总是紧紧把握着时代和科技的脉搏。他研究如何利用当下飞速发展的社交媒体和移动技术来改变行为，如何通过大数据预测人们在各种情境下的思想和行动，帮助世界可穿戴设备，探索人们在先及离线时的行为。这些研究几乎涉及当代生活的每一个方面，如医药健康、消费、网络安全及犯罪等。杨还用了15年的时间，通过与科学界的一些顶尖人士合作，为帮助人们在工作和生活中做出持久改变，开发出了这个经过科学验证的方法。经验告诉杨，人们虽然知道自己需要怎样做才能达到目标，但他们通常却不会那样做，因为他们没有系统学习过如何改变行为并坚持这种新行为。例如，你想要戒烟、减肥或者摆脱低头族的生活，为此你像大多数人一样尝试去做了一些改变，但一次又一次的挫折使你灰心丧气，最后的结果也可想而知。在杨看来，持久改变并不需要改变你这个人本身，而是需要你去了解改变背后的科学，并设计一套适合自己的行为步骤。杨不仅关注如何理解人的行为，更关心如何利用科技的力量来为人们带来有益的行为改变。为了实践自己的研究成果，杨创立了线上同伴教育干预计划。Harnessing Online Peer Education 这个计划将行为改变的科学和社交媒体结合起来，可以应用在商业和生活的方方面面。他的研究显示，Hope 社群足以将人们坚持行为改变的可能性提高3倍。在最新的著作中，杨把这积淀了几十年的行为科学领域经典的和前沿的研究融合其中，在阐明人类行为是如何改变的同时，也渴望能引起人们的共鸣，帮助人们意识到
哪些做法能改变行为，哪些不能。行为科学领域新权威，由于在学术和公众领域的杰出贡献，让被视为行为科学领域中当之无愧的新一代权威人士。纽约时针、华盛顿邮报、科学、美国国家公共电台 NPR、美国有线电视新闻网 CNN、美国哥伦比亚广播公司 CBS 等各大主流媒体对样的研究进行了专题报道，让还受邀为美国疾病预防控制中心 CDC 联合国艾滋病联合规划署UNAIDS、英特尔、微软、IBM、Facebook、Twitter 等知名机构和企业进行演讲，并在多家医疗服务公司、数字健康公司、营销公司担任科学顾问。样的研究成果正在改变着越来越多的人理解自己和他人行为的方式。中文版序：善于坚持的中国人更应学会如何改变。修读心理学研究生期间，我决定学习一门新的语言。我大部分的外语学习经验都来自西班牙语和葡萄牙语的学习，所以这一回我想学点罗马语系之外的语言。我打算先分别到教授希伯来语和汉语的班级去学一阵，过几个星期再从中二选一。结果完全没等那么久，第一天我就做了决定。在课程表上，希伯来语课排在最前头，一下课我就跑去找我的以色列朋友练习刚学到的入门希伯来短语。结果朋友说，我们都会说英语，干嘛要等着你想上10分钟蹦出几个希伯来语单词来采样对话呢？我回答说，你们这可是落实了我认为以色列人没耐心的刻板印象啊。当天晚些时候，我上了自己的第一堂汉语课。我走进教室坐下，发现全班人几乎都是美籍华裔学生。当想到他们说不定在家里就有许多使用这门语言的经验时，我很担心。不过老师一上课就说，中文是有声调的语言，只要你能唱哆来咪发嗦就能说中文。我是个乐手，又刚刚拿到了民族音乐学学位，于是立刻就动了心，产生了学习汉语的念头。这就是为什么当听说我的第一本书如何想到又做到，带来持久改变的其中武器将在中国出版时，我激动万分的原因。不过当图书司法看护文化公司请我为中国读者写一篇序言的时候，我实在不知道该写什么才好。为什么呢？因为如何想到又做到，带来持久改变的其中武器
是一本关于怎样让人坚持做事的书，而我认为中国人原本就特别擅长坚持。中国是世界上历史最悠久的文明古国之一。数千年来，中国人一直都坚持着神修和中医治疗等传统。在我看来，中国人本就知道该怎样坚持下去。直到今年我有幸受中国心理学家和商界人士的邀请来到中国。在这趟旅行中，我了解到中国人也跟其他国家的人一样，被同样的行为问题所困扰，即难于坚持健身、戒烟、吃健康食物等好习惯，难于建立更好的工作和生活模式。如平衡工作和家庭关系。我了解到一件极为有趣的事情，那就是虽然悠久的文化和历史帮助中国人坚持了某些传统，但这也让人们更难以改变，更难以坚持他们希望追求的新目标，如构思出富有创造力、鼓舞人心的产品，或是不再拖延。换句话说，我了解到中国人很擅长继续做他们本就在做的事情，但却难以开展并坚持一项新的活动。当我意识到让西方人难以把想做的事情贯彻始终的心理问题，同样也影响着中国人时，写一篇序言对我来说就简单多了。我只需把这个事实写出来就行。如何想到又做到，带来持久改变的其中武器，能为你提供有关怎样实现行为持久改变的信息。不管你是想要研发新型化工或制药化合物的科学家，想要建立更活跃的客户群的商业认识，还是单纯的希望让自己或家人更健康，本书都能为你提供一份食谱。知道你怎样做到它，它会交给你其他书里都没有的信息，比方说帮你将你想要尝试改变的行为分为3种不同的类型，并且教导改变他们所需的工具。但如何想到又做到，带来持久改变的其中武器，终究只是一本书而已。它只能给你提供信息，如中国文化早已领悟到的那样，真正把一件事坚持到底的方法，就是将它默认为习惯，或将它变成社会管理的一部分，让它容易做到。换言之，也就是运用本书所介绍的Science 框架。所以阅读本书的时候请一定不要只用眼睛浏览或只用大脑思考，还要把书里的概念应用到生活里，一一跟朋友讨论分享，把 A 类、B 类、C 类行为变成日常生活习惯的一部分。非常感谢你购买本书，真心希望收到你的来信。Bugün bu kadar olsun bundan. Sen neler kaldı?
Ne saniyeleri? Sen 2 saat okumayacak mıydın? Saniyeler mi kaldı? Evet, 2 saat 120 dakikaya saniyeler kalmış. Tamam. Bundan bir 5 dakikalık bir şey okuyayım o zaman. Neredeyse bitti. Neredeyse bitti, bekle. Dur bir dakika ya. Bitti. Hiçbir şey olmaz. Ben Türkçe kitabımı bitireceğim sonra. Bir dakika. Sen de dursana. Nerede kaldı bu Türkçe kitabımın? 100 gün. 100 gün. User Meryem password. Okay. Cumhur. Nerede kaldı? 100 gün. Evet, buradaymış. Benim bir tane bile şeyim var mı acaba? Abi gel. Bir şey diyeceğim. Hakkı. Gel. Oh. Nerede kalmışım acaba? Bilgisayarın tuşlarına basmak mı, yürümek mi? Bence ben burayı bitirdim ya. Can kaybı. Yol. Dünya. Bir gezegen. Asla. Maçklarla tanışın. Ben burayı okumuştum. Evet. Buradan başlayalım. Dünya Goldilocks gezegeni olarak adlandırabilir. Ne çok sıcak ne çok soğuk, bolca suyu, organik molekülleri var. Tam da yaşam için uygun, ancak gezegenin geleceği hiç de peri masalı değil. Dünya hayatı sona erdirecek asteroid saldırısı riski altında. Ayrıca küresel ısınma adından da anlaşıldığı gibi gezegeni insanların yaşam alanları yok olana kadar isabetlidir. İsitebilir. Bir de nükleer savaş ya da insan eliyle yapılan başka felaket tehdidi var. Bunların hiçbiri yeterli değilse 100 milyonlarca yılın bir noktasında Güneş dünyanın okyanuslarını kaynatacak. İlan için bu olayların milyonlarca yılda ya da 50 yılda gerçekleşmesi uzak bir ihtimal olması ya da kesin olması önemli değil. Yeterince zaman verirsen kötü şeyler olacağı kesin. Alan bunu büyük bir sorun olarak görüyor. Yıllardır zihnini meşgul eden bir sorun. 2001 yılında özellikle bu sorunu düşünmeye devam etti. İlan bunu düşündükçe ve üzerinde çalıştıkça bu sorunun sadece tek bir çözümü olduğuna ikna oldu. İnsanların diğer gezegenlere kolonileştirmesi gerekiyordu ve buna Mars'la başlamalıydılar. Elon Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda çok gezegenli bir tür olsaydık bu insan kaynaklı ya da doğal tek bir olayın bildiğimiz şekliyle uyarlığı ortadan kaldırma olasılığını azaltırdı. Tıpkı dinozorlarda olduğu gibi dedi. Fosil kayıtlarına göre 5 toplu yok olma olayı yaşandı. İnsanların bunları engellemeye gücü yok. Şayet bir
Hamam böceği, mantar ya da sünger değilsiniz. Yani hiç umut yok. Fosil kaydı dediğimiz şey paleontologlarla konuşursanız bu terim yükselişte. Tortul kayaçlarda bulunan fosillerden elde edilen tüm bilgiler anlamına geliyor. Bir araya getirildiğinde bu keşifler bize yaşamın tarihini anlatıyor. Bir tür karmaşık sorular, riskler ve günü kurtarmak için herkülce çabalar. İlan bu komploya yabancı değildi. Çocukken yüzlerce hatta belki binlerce bilim kurgu romanı ve çizgi roman okumuştu. Bunu fizik eğitimi, şirket yönetme deneyimi ve kendine güvenle birleştirim. Yani ilan kalkışa hazırdı. Vaha. Peki şimdi ne olacak? Bu ilanın eski okul oda arkadaşı, gece kulübü suç ortağı Adyo reisiyle yaptığı konuşmanın dönüm noktasıydı. Hafta sonunu Long Island'daki New Yorkluların gösterişli oyun parkı Hamptons'ta geçirmişlerdi. Manhattan'a da dönüş yolunda Mars'la ilgili çene çalıyorlardı. İlk başta Adio Ela'nın şaka yaptığını sandı. Ancak yolculuğun sonunda Ela'nın kesinlikle şaka yapmadığı kesinleşti. Ela'nın daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. Balıklama kitap yığınında daldı. Uzay, Mars ya da oraya nasıl gidileceği ile ilgili kitaplar okumadığı zamanlarda dünyanın önde gelen havacılık uzmanlarını çağırıyor ve onları sorularıyla zorluyordu. NASA'ya başvurdu. Mantıklı ama değil mi? Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi uzayla ilgili her şeyle eş anlamlıydı. Sonuçta NASA insanları Ay'a gönderen kurumdu. Neden Mars'a hiç insan göndermediklerini anlamaya çalışıyordum. Çünkü Apollo'dan sonra yapılması gereken insanları Mars'a göndermekti. NASA'nın web sayfasını taradı ve hiçbir şey bulamadı. Bu onu gerçekten şaşırttı. Ancak NASA'nın neden tam gaz Mars'a mürettebatlı bir görev üzerinde çalışmadığını anlamak için 28 Ocak 1986'dakine benzer anları tekrar hatırlamamız gerekiyor. 7 mürettebat üyesi Cape Canaveral, Florida'da Challenger adlı uzay mekiğine binerken el sallamıştı. Mürettebat üyelerinden biri Trista McAuliffe öğretmen olduğu için insanlar özellikle heyecanlıydı. Ülke genelinde öğrencilerin kalkışı izleyebilmeleri için televizyonlar arabalarla sınıflara taşındı. Ama hiçbir öğrenci öğretmenlerinin tarih yazmasına tanık olmak için okulunu konferans salonunda toplanan Trista'nın kendi öğrencileri kadar heyecanlı değildi. Mekiğin motorları ateşlendiğindeki alkışları ve tezahüratları uzay mekiğinin
gökyüzüne yükselişini izlemenin heyecanını tahmin edebilirsiniz. Ardından 1 dakika ve 30 saniye sonra Challenger infilak etti. Uzay mekiği canlı televizyon yayınında paramparça oldu. Haber muhabirleri sustu. Öğrenciler şaşkın ve tarumar vaziyette izliyorlardı. Ancak patlamanın şiddeti çok az şüphe bıraktı. Hayatta kalan kimse olmazdı. Uzay fiyaskoları ve kazaları. 27 Ocak 1967'de uçuş öncesi testi sırasında uzay aracının kapsülünde kısa devre oluştu. Astronot Virgil Gus Grissom, Edward White ve Roger Chaffee öldü. 28 Ocak 1986'da yaklaşık 20 yıl sonra uzay mekiği Challenger kalkıştan 73 saniye sonra infilak etti. Astronot Francis Dick Scope, Michael Simmons, Judith Resnick, Alison Onizuck, Ronald McNair, Grigory Jauris ve öğretmen Krista McAuliffe öldü. 22 Ağustos 1993'te 813 milyon dolara mal olan Mars Observer uzay aracı Mars yörüngesine girmesinden hemen önce ortadan kayboldu. Şüphe edilen neden sızdıran WAF. 23 Eylül 1999'da 125 milyon dolara mal olan Mars Climate Orbiter, Mars'ın yörüngesine kızıl gezegenin yüzeyine çok yaklaştığı sırada kayboldu. Nedeni birimleri İngiliz ölçü sisteminden metrik sisteme çevirmeyen mühendisler tarafından yapılan matematik hatası. 1 Şubat 2003 uzay mekiği Kolombiya dünya atmosferine tekrar girerken parçalanır. Astronot Rick Husband, William McCall, Kalpana Chawla, Laurel Clark, David Brown, Michael Anderson ve İsrailli ilk astronot olan Ilan Roman ölür. Acı dolu dramatik felaket halka ve Amerikan devletine uzay yolculuğunun doğasında olan riski gösteren uyandırıcı bir örnek oldu. Acı gerçeği battıkça insanları uzay araştırmalarıyla ilgili heyecanlandırmak zordu ve bu da uzay dairesinin iyi finanse edilmesini zorlaştırdı. NASA'nın uzay mekiği programı 2 senelik bir aradan sonra yeniden başlasa da uzay yolculuğuna olan tutku ve odaklanma azaldı. Artık Amerikalılar Rusları uzayda yenmek için duyulan sınırsız arzuda birleşmiyordu. Ancak bundan yaklaşık 15 yıl sonra Elon Amerikalıların Mars'a ulaşmak için sınırları zorlaması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden Elon ve Justin eşyalarını topladı ve Amerika'nın havacılık ve uzay endüstrisinin kalbine Los Angeles'a taşındı. $5.000 bir çek yazan Elon, diğer uzay hayranlarıyla tanıştığı ve olabildiğince çok bilgi alabildiği Mars topluluğu Mars Society için bir bağış toplama etkinliğine katıldı.
İnsanların dünyada sıkışıp kalma problemini küçük problemlere böldü. Listenin başında halkın desteğini almak vardı. Okuma, araştırma ve bağlantıları birleştirmeye başlayarak bir plan yaptı. Mars topluluğu, Mars Society, kar amacı gütmeyen bu kuruluş Mars'ı keşfetmeye ve kolonileştirmeye kendini adamıştır. 1998'de havacılık ve uzay bilimi alanında yüksek lisans derecesi ve nükleer mühendislik alanında doktorası olan Dr. Robert Zubrin tarafından kurulmuştur. Elon bu fikri Mars vahasını yapmak için buldum. Susuz jelin içindeki tohumlarla küçük bir serayı oraya gönderecektim. İner inmez jele su verilecekti. Kırmızı bir arka planda yeşil bitkiler olacaktı diye açıkladı. İnsanlar örnek oluşturan durumlara ve üstünlüklere yanıt verir. Böylece bu Mars'taki iki yaşam olacaktı. Bu hem yaşamın yolculuk ettiği en uzun mesafe hem de kırmızı arka plandaki yeşil bitkilerle etkileyici bir resim olacaktı. Bir mühendis, internet insanı araştırdığı herhangi bir konudaki bilinmeyenleri anında söyleyebilen bir girişimci olmasını yanı sıra Elon insanları kendi hedeflerinin arkasında toplama yeteneğine de sahipti. Ayrıca bir resmin yaratacağı gücü de biliyordu. Tek bir görüntü halkın düşüncesini, odağını değiştirebilir ve cesaret depolarını yeniden doldurabilirdi. Ve bu korkunç ve dehşet düşüren uzay felaketleriyle muazzam bir cesaret olmadan Mars'a girmek mümkün olmayacaktı. Şimdi banka hesabına bakması ve kendi parasıyla bunu karşılayıp karşılayamayacağına karar vermesi gerekiyordu. Her şey başarısız olsa bile yine de yarısını karşılamak istediğine karar verdi. Elon bunu bir kumar olduğunu biliyordu. Neticede havacılık sektörü milyonlarca dolar kahvaltılık atıştırması olarak yutuyordu. Milyonlarca dolar sadece bir kırıntıydı, bozuk paraydı ama halkın tekrar uzay keşfini düşünmesini, bundan heyecan duymasını sağlarsa bunu bir kazanç olarak görürdü. Ve olabilecek en kötü şey para kaybetmesi ise bunu sindirebilirdi. Yani çalışması gerekiyordu. Önce roket satın almalıydı ve roketler hiç ucuz değildi. Elon, Boeing Delta 2'nin her biri 65 milyon dolara mal olacaktı dedi. Ve 2 tane istiyordu. Sonra dedim ki tamam, bu benim bütçemi aşar. Bugünlük bu kadar. Ondak bolsa Allah emanet emalarga.